matematika fanidan bellashuvga kelganmiz. Lekin matematika qayerdan paydo bo'lgan? Balki Google'dandir yoki TikTokdan. Voy, u holda formulalar chiqmaydi-ku. Biz kelajakdan keldik. Bilimlaringizni ko'rsatgani matematikaga tayyormisizlar? Vau, sizlar tarix darsligidan chiqdingizlarmi? Sizlar o'zi kimsizlar? Men Al-Xorazmiyman, algebra asoschisiman. Men Mirzo Ulug'bekman, yulduzlar jadvalini chizganman. Biz bir jamoamiz, maqsadimiz bitta. Bilim bildirish yo'limizda hamisha har a'zomiz tayyor sinov savoliga birgalikda yengamiz ishonch bor qildi. Hurmat bilan chiqdik bugun sahnaga. Do'stlikni ustun qo'yamiz xaddanda. Bizning jamoa Al-Xorazmiy izdoshlari nomimizni hisob qiling. Biz jasur, biz inoq. Bizning guruh Al-Xorazmiy izdoshlari. bizning shior Sodda, aniqlik, g'alabaga ustunlik. Endi umumiy balliga keldik. Umumiy balga hisoblaganimizda cheksiz tafakkur guruhi 53 ballni qo'lga kiritdi jami. Al-Xorazmiy izdoshlari guruhi esa jami 48 ballni. Hududda ko'rinib turibdi. Demak, bugun biz maktab ma'muriyati cheksiz